Assalamu alaikum muhtaram televizor көріп atqanыңlar Erkin Asiya Radiosi Toğrı televiziyasının әптілі xabarlar programmasi. Mazkur programmamızda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur avtonom rayonidagi yuqori darajalik amaldorlari yangi yil kirishi bilan orqa-orqadan yig'in chaqirib, 2016-yilni 13-5 yillik planni yo'lga qo'yishning tunji yili. Bu yil terrorlikqa qarshi turib, muqimlikni saqlash xizmatidagi o'tkalga hujum qilish yili deb chaqalagan. Egallanishicha, mazkur yig'inda Xitoy doiralari Uyg'ur elida yurgiziladigan keyingi 5 yillik siyosatlari va rayonning muqimligini saqlashdagi yangi chora-tadbirlarni o'tirib qo'ygan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Rabia Qadir Xanım, Xitayning 12-5 yillik plani jarayoniga baho berib, bu Uyg'ur elida muqimsizlik eng og'ir bo'lgan, shundaqla eng ko'p qon to'kilgan bir jarayon bo'ldi deb ko'rsatdi. Hamda Xitoy hukumatini xato siyosatlardan saboq olishga chaqirdi. Bay vaqasida o'lgan saqchilarning 6 nafar emas, balki oz deganda 9 nafar ekanligi oshkorlandi. Ma'lumki, o'tgan yili 18-sentabrda Baydagi so'g'on ko'mirkiniga hujum qilish voqeasi yuz berib, oradan 56 kun o'tkicha Xitoy hukumat taratqullari hech qanday xabar bermagan edi. Xitoy axborotining keyinchi kechiktirib e'lon qilgan xabarida voqeada 3 nafar rasmiy saqchi bilan 2 nafar yordamchi saqchining o'lganligini, gumondorlar qo'g'lab zarba berish jarayonida Oqsu viloyatlik saqchi idorasining muavin boshlig'i Mehmet To'xtiniyozning o'lganligini xabar qilgan. Halbuki yaqin uchurlarda ma'lum bo'lishicha, ayni chog'dagi gumondorlarni qo'g'lab tutish operatsiyasi jarayonida Baynoylik alohida saqchi atritining muavin boshlig'i Shavkoyin qatorliq 3 nafar saqchining o'lganligi oshkorlandi. Bu uchur Bay vaqasida o'lgan saqchilarning Xitoy e'lon qilgandek 6 nafar emas, balki oz deganda 9 nafar ekanligini ilgari surmoqda. Uyg'ur elining shimolidagi G'ulji qatorliq joylarda qizil kesili tarqalganligi haqidagi xabar radiomiz orqali oshkor bo'lgandan keyin bu xabar dunyo sayya sohasining diqqatini qo'zg'adi. Radiomizning bu haqda Uyg'ur elidan davomli uchur egallishi davomida qizil yuqumligining Qashqar viloyatining har qaysi noyilariga jiddiy ravishda tarqalayotganligi ma'lum bo'ldi. Fayzovat noyisidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan tibbiy xodimlar noyidagi ko'plagan shaxsiy shifoxonalarning qizil yuqumi sababli vaqtli taqalganligini bildirdi. Ularning oshkorlashicha, butun Qashqar viloyati bo'yicha qizil yuqumi bilan yuqumlangan bemorlar 96 nafar bo'lib, buning ichida Fayzovat noyisida yuqumlanganlar 40 dan oshadi ekan. O'tgan yil 7-oyda Xitoy hukumati Taylanddan 109 nafar Uyg'urni majburiy holda qaytarib ketgandan keyin hozirga qadar ularning taqdiri haqida hech qanday uchur bermaydi. Radiomiz ulardan 2 nafarining Aqso'ning Avat noyisiga elib kelinib, televiziyada tövbe qildirilganligi haqida uchur egalgan bo'lsa-mu, lekin qolgan 100 necha nafar Uyg'ur tutqunning hozirgi ahvoli axborotdan yanada qorong'u tutilmoqda. Egallanishicha, Taylanddan qaytarib kelingan Uyg'ur musofirlarning bir qismi Xotan viloyatida sotlangan bo'lib, Xotandagi saqchixona xodimlari bu haqda sirtqa hech qanday uchur berilmaydiganligini, Taylanddan tutib kelingan Uyg'ur musofirlar delosining davlat maxfiyatligiga kiradiganligini bildirdi. Egallashimizcha, doiralar Uyg'ur elining janubiy shimolida qo'shtilliq ma'rif nomini suiiste'mol qilgan. Amaliyotda Xitoy tilidan iborat yakki tilliq o'qitishga markazlashgan ma'rif sistemasini tez surat bilan umumlashtirmoqda ekan. Xotanning gumon oisidagi bir qism o'qituvchilar ahvolini inkos qilib, qo'shtilliq o'qitishda o'quvchilarning natijasini oldin belgilangan persentga yetkazilmasa, mavsum oxirida maktab bo'yicha kollektiv kurashga tortilganligini bildirdi. Arturk noyisining ma'rifga mas'ul amaldorining bildirishicha, noya tavasida noqul Uyg'ur tilida dars o'tadigan bir maktab qolmagan. Qo'shtil ma'rifining umumlashish nisbati Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha oldingi qatorda turdi ekan. Uyg'ur eli Xitoydagi eng cho'ng neft, tabiiy gaz va ko'mir bazasi bo'lib qolmasdan, balki yana eng cho'ng paxta bazasi bo'lib kelmoqda. Egallanishicha, Xitoydagi umumiy paxta mahsulotining 60% mazkur rayonga markazlashgan. Xitoy hukumati oldingi yillarda Uyg'ur elining neft, tabiiy gaz boyligini turba orqali Xitoy o'lkalaridagi sanoat rayonlariga yo'tkashni amalga oshirgan edi. Navbatda Xitoy doiralari o'zining ichki o'lkalaridagi paxta to'qimchilik korxonalarini Uyg'ur eliga yo'tkash planini o'tirg'a qo'ygan hamda Uyg'ur eliga yo'tkaziladigan to'qimchilik fabrikalarga har xil e'tibor berish siyosatlarini chiqargan. Bu vaqt fikr bayon qilgan mutaxassislar bu plan rayonda og'ir masalalarni keltirib chiqaradi deb qaramoqda.
Möhtərəm televizor kögüçülər Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman bulunlar. Xeyir xoş.